Oiladagi kenja farzand eng kuchlisi bo'lishi mumkin. Ha, bu haqiqat. Ko'pchilik ularning hayoti yengil kechgan, ular bekamu ko'st, erkatoy deb o'ylaydi. Ammo hech kim kenja farzandning ham ichki yuki bo'lishini his qilmaydi. Ularning kurashi e'tiborsiz qoldiriladi, hissiyotlari nazarga olinmaydi. Lekin aynan ular oiladagi yoriqlarni hammadan aniqroq ko'radi. Oila a'zolari bir-ikkita tarqalganda, uy jim bo'lib qolganda, hammasini bir joyga yig'ib turgan aynan ular bo'ladi. Ular har doim ularga nima berilsa, shuni qabul qilishga moslashgan. Ulardan oldingilari qoldirgan narsalarni e'tirozsiz qabul qilish kerak. Har bir oilada kichik farzandning o'z roli bor va bu rolni hech kim almasha olmaydi. U bebaho. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, bu videoni kenjatoy tanishlaringizga yuborib qo'ying. Kommentariyada 100 raqam emojisini qoldirib keting. Oiladagi kenja farzand eng kuchlisi bo'lishi mumkin. Ha, bu haqiqat. Ko'pchilik ularning hayoti yengil kechgan, ular bekamu ko'st, erkatoy deb o'ylaydi. Ammo hech kim kenja farzandning ham ichki yuki bo'lishini his qilmaydi. Ularning kurashi e'tiborsiz qoldiriladi, hissiyotlari